Abdülkadir efendim, bu Xitay tecavüzçülüğü her zaman yani bu xalqarada yoki boshqa yerlarda sahnada so'zga vaqtning o'zida Tibet meselesi va yoki Uyg'ur meselesini gap chiqqandan keyin bu bizning ichki ishimiz. Buningga yana xalqaro aralashmasin degan bir ma'qul gaplarni chiqarildi. Buning nisbatan sizning ko'z qarashingiz qanday? Xitoy bugun shu Sharqiy Turkistonda, Tibetda, Ishki Mo'ng'ulda yoki o'zining ishidagi demokratik Xitoy kommunistik rejimiga qarshi demokratiya jamiyati, demokratik bir davlat qurishni maqsad qilib olib berilgan faoliyatlarga kelib, dunyoda xalqaro jamiyatlar, xalqaro kishilik huquqlari, xalqarodagi bir inson haqlari deganlar bu to'g'ri bo'lmadi degan zamatlam Xitoy bu bizning ichki ishimiz. Sen unday ichki ishing bo'lsa, o'zingning ishini o'zing qildigan bo'lsang, nima uchun sen Birlashgan Millatlar Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lding? Nima rayon xalq tashkilotlariga a'zo bo'lding? Shanxay ittifoqini qurding. Ichki ishingni o'zing qilib deysan bo'lmaydi. Bu dunyodan normalda bir qo'shni bilan qo'shni urushib qolsa-mu, normal chirib ma ishing to'g'ri bo'lmadi, nima shu urushding deydigan normalda insoniy axloq o'lchimi bu. Bu nima uchun nereden qaynaqlanyapti? Men bir nima degani Xitoy insonga tava emas bir maqsad qildi. İnsançılıktan eser yok. Xalqni bozib ketishda, ana mal mulkin talant taraj qilib yeyishda, bulab ech ketishda. O ishlaydi. Ammo xalqni bozib ketsa, usa, tilisa, qo'shningiz kelib aralashgan zaman çok bizning ichki ishimiz deysiz. Ichki ishingni o'zingni ishlab ishtirab qila olgandan keyin sen bu yuqoridagi biz ismini aytilgan nimalarga a'zo bo'lashding nima işte? O'zingni ishini qilsang bo'lmamdi. Shunda Xitoyda bu insonchilik bir adolat, axloq o'lchimi bo'lmagandan keyin davomli shunday qiladi. Uning xususiyati bu. Ma'lumotlarınız için, yani fikirleriniz için nayet köp rahmet. Muşu sizin hazır dep ettiniz yani muşu Xitaylar bilan Uyg'urlar o'tirishdiki yani bu munosabatlarni Sharqiy Turkistonliklar. Sharqiy Turkiston. Biz ma kurashgan yolg'iz Uyg'ur kirolmaymiz. Xitoy shuning uchun qanday qildi deysiz? Bizdan balduraq Uyg'urni bu Uyg'ur yolg'iz bir taraf qilinmaydiganligini biladi. Shunga atrofimizdagi qo'shnimiz biz bilan qon qarindosh, din qarindosh, til qarindosh, urf odat, madaniyat jihati bu o'xshash yezqimiz bizi bo'lgan Qirg'iz, Qozoq, O'zbek, Tatar, Turkman, Tojik qatorliqlarni Shanxay ittifoqiga etchirishdagi sabab shu. Bizmi bu usulni o'rganishimiz lozim hamda biz xolisin Qozoqni so'rab etchirimiz bu kurashga Xitoy bilan bizning oraliqimizni kurashga. Qirg'izning so'rab etchirimiz, Özbeknim söylep etçirmez, Taciknim söylep etçirmez, Türkmennim söylep etçirmez. Bütün dünyadaki hakkaniyet ve adaletçiliğini hemen söylep etçirip, Xitay'dan da Şarkı Türkistan'ı kurtuldurunuz. Bunun başka yolu yok. O tek yalnız Uygur'dan kodudan işkildi karşılakası iş olmayı da, şunu bugün Uygur'dan tek meydan çıkardı. Onda iş yok. Uygur'u %4 Uygur bir şey kilememezse, yani Kağallı bilen boğan münasebetini ağrıp otamayız. Bula halımızın ucud. Ay Qazg'aqning ucdi, Qirg'izning ucdi, O'zbekning ucdi, Turkmenning ucdi, Tojikning ucdi. Hammalar bu yerda Uyg'ur asos timini egallaydi. Ammo qolganlimi bosh tuproqni hammalar tang tarixdan beri Xitoyga tang qarshi turib keldik, tang qarshi turimiz, tang vatanni qurimiz, tang o'limiz, tang cho'ng Xitoy bilan soqishimiz. Gap shu. Buningda boshqa yo'li yo'q. Şunun için biz yalğız Uygur'dan davasını qilmay, Sharqiy Turkistonning umumini vaqti kelganda ko'ramiz buni qag'ashini. Vaqti kelgan chaqnimizda isbotlandi bu. Agar bugun Xitoy Shanxay ittifoqidan ayrilgan zamatlamchi Sharqiy Turkiston yerim mustaqil bo'lgan bo'ladi. Nayet etraflık bir muloyiza yurgizdingiz. Hem hazır sizden dep etken bu Sharqiy Turkistonliklar bilen bu Xitoylar o'tirishdagi munosabatlarni nayet bir ochiq aytib berdingiz da. Sizning ham da hazır sizin ko'z qarashingiz yani bu chet eldagi Uyg'urlarimiz
Muşu vatani qutqizish yo'lida qanday harakat elib berish kerak? Vatanlik Uyg'urlarimiz masalan hamda qaysi xildagi bir harakatlarni shug'ullana oladi deb qaraysiz? Birinchi vatanning ishidikiga kelsak, vatanning ishidikilar nima ishni qilish kerak? O'zining mavjudiyatini saqlab turish shart. Bugun Xitoy u yerdagi ma'rifni tegishtirishi, ikki tillik, qo'sh tillik ma'rif deganni qasdan safsatini o'tirdi qo'yib, majburiy Xitoy tilini tanishlik sabab Sharqiy Turkiston xalqini yo'qotib, buningdan keyin Sharqiy Turkistondan iborat mustaqil bo'lish ehtimolini yo'q chiqarish uchun qadam bosmoqda hozir Xitoy. Shuning uchun bu xalqimizning mavjud turish shart. Bu mavjudiyatni nima bilan qo'rg'ini bo'lsa, nima bilan saqlag'ini bo'lsa, nima bilan mavjudiyat namoyandligini bo'lsa, shu orqali qo'g'dab qolishi lozim. Mening fikrim u. Endi chet eldagilik kelsak, chet eldikilda bir insonda bir siyosiy fikrdagi siyosiy ko'rishchida 4 xil asosiy cho'ng farqni o'z ichiga oladi. 4 xil farq bor. Bu farq biri fikriy farq, ikkinchi tushuncha farqi, uchinchi usul farqi, to'rtinchi mijoz farqi. Bu 4 farq bor. Şuna demokratiya keşif bo'lgan narsa. O demokratiyaning davosini qilaversan bo'lmaydi, adash. Raz demokratiyaga ishinib qolsang, amal qilsang bo'lasan. Hech kim demokratiya deb xafa bo'ladi ekansa, nima desa aniq javob beramansan. Demokratiya shuning uchun keşif bo'lgan narsa. Sen demokratik davlatda yashagandan keyin bu 4 farqni e'tirof qilishing shart o. E'tirof qilgandan keyin qanday qilsa desa, bu madanning o'zi uchun ko'z qarish fikr ayrı bo'ladi. Biz ma'ning mushni hurmat qilgan asosda biz yana birlik kelishimiz lozim. Buna Turkiyada en aldığan 50 yaqin partiya var ki, miyada hozir 5 partiya var mecliste. Biz bilan meclis turib urishadi, meclis kelib mecliste davlat ishlarini bir taraf qiladi. Sen bilen bir yerden fikir fark çıksılam karı çaplaydı, hain deydi, casus deydi, şüphen deydi. Senin olan fikir fark çıkanlık için, micazın gelişmegellik için, yani Xitay'ın casusa şüphen deyip karı çaplaysa. Şuna olan ittifak gelemeye, birlik gelemeye durur. Bu işine çöğürütep. Fikir gelip, biz kimler bilen yakırak fikir gelip, bugün muş işini, Şarkı Türkistan davasını ilgiri süreleyemez. Dige yege kelsen, anla şu adamlar oturup, fikir birlik gelip, bunundan keyin hizmetlerini ortak maslahatlaşıp, hemmemiz kılalaydığa işimizni kıysak. Fikir köz karşımızda bugün talaşmasak. Muşunda boğan çağınımızda, andan biz ma'lum cihatte ilgirleş hasıl kılalayımız. Bu işten bir mükemmel bir siyasi aparatı bo'lishni shart qiladi. Bu Sharqiy Turkiston davosining birinchi ishi nima degan to'g'ri ko'z qarash, to'g'ri fikr, to'g'ri iddia ostiga kelgan bir siyosiy aparatning bo'lishini shart qiladi. Bu bo'lmay turib Sharqiy Turkiston davosimizni hech qanday hal qilolmaymiz. Bu aparatni barpo qilib qo'ygandan keyin qanday qilamiz degan chog'imizda mavjud muhit, mavjud vaziyatga ko'ra amaliy harakat qilamiz. Şunda boğan çağınızda ma'lum derecede önüm görədiniz. Bo'lmasa önümünü ko'rolmaydi. Sizga ko'p rahmat. Sizga Allohning salomatlik va uzun umr tilayman. Allah razı olsun.